Bu ko'chada yuradi, ichadi, chakadi, ota-onaga umuman hurmati yo'q. Meni buni tarbiyalashga kuchim yetmay turibdi. Shunga bir yordam qilinglar. Shuni bachar. Ha, iplos bacha. Berak qani? O'zingiz kerak bo'lsa. Ana, ko'rdingizmi? Chitti yuragi yomon bo'p ekan, ha? Boring qani ishingiz yetgan? Mayli, omad. Xo'sh, siz bilan hozir madaniyat to'g'risida gaplashamiz. Madaniyat degandan nima tushunasiz? Nima o'zi? Yo'q, masalan, kattaga hurmat, kichikka izzat, ota-onani e'zozlash, sansirash noto'g'ri ekanligini bilish haqida biror nima bilasizmi? Dangal gapir, nimani xohlayapsiz mendan? Yana sansiraysanmi? Yo'q, yana sansiraysanmi? Ha? Yo'q. Amaki, kechirasiz, sansirlaganim uchun. Qayta takrorlanmaydi. Gapirgan dadang? Dada, kechirasan, sansirlaganim uchun. O'zgarmagan-ku bu. Chitti programmada ekan bo'libdi. Men programmani o'zim moslashtirman-da. Hozir siz ham moslashtirib beraman. Bundan hozir uyda turistlar bor. Shuni ko'chaga olib chiqasan-da, yana qaytarib joyga qo'yasan bu yer. Tushundingmi? Menga qarang, mardi ko'rmas, sizga kerak bo'lsa siz qiling. Toshkentlikmi soka? Aka, Toshkentni kim dudamman u? Sher rashkini keltiraman deb qo'ylarga qarash nechi pul bo'l. Tushunasiz aka? Xida kelyapti, mejikka. Ha? Ada, men bugun uyga bora olmayman. Radnoyimni topib oldim, jalla. Yemi? Kiymasang ham menga giyalak kelsang tashab qo'y. Tezalaring bil o'tirayman seni. Hamsaya, tayyor bo'lib to'xtang, bitta joyga raketa uchirish kerak. Tushundingizmi? Aka, adam vashti meni maziga qo'yarlar, tushunasizmi, jalla? O'tga borsam, bo'tga borsam, mana bunaqa qilsam gapirib tashlayverarlar. Bitta hamsayamizdan bordan. Uyga kiyverib pastdan, tushunasizmi? Sanmi meni o'g'lim buzi yurgan? Yo'q, o'zi keldi oldimga, tanimganmi o'g'lingiz? Mehmonmisan? Ha, mehmonman. Yurg'an o'ya, gap o. Sen arqamdan yur, tushundingmi? Doktor, ke bacham, ke, asal bacham, ke. Uy, tak. Hamsa uni urmang, mehmon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qayerga qaniyman? Endi jiyan, mana sen normalni bachaga o'xshayapsan. Soching o'sgan emas, usti boshing normalni. Nimaga bizni bacha bunaqa? Mejik o'zi yaxshi joy. Bu tashqarida bitta bola bordi, shuni tarbiya olib qo'ygan bolangiz. Ana, mejik dedi. Mana seni gapirishing normalda, jiyan. Nimaga meni bacham bunaqa gapiradi? Gapir bitta. Men meni gapirtiryapsizlar-da, jani. Ha, ko'rdingmi? Toshkentda qishki madasi kundan gapirmaydi, oka. Bu endi qanaqadir videolarni ko'rib, qabristonskilardan tarbiya oldi-da. Ana, qabristonskilarga qo'shilib o'g'ling. O'g'lingni suyagini abdini go'shini abdini qilaman. Ber aka. Mana qaraji, sana mana unaqa beqiliq raqslardan qilib bilasanmi, o'ynay bilasanmi? Aka, erkak kishini o'ynagani, o'lgani men o'ynamayman. Malades. Endi biz bachaga qara, bunga qara. To'g'ri qildim. Jilli bu, jilli. Bo'lsa bering. Bitta uy o'g'lingizni iltimos, maylimi? Nima deysan sen? To'g'ri, sen o'zim yomon urasim kelyapti. Mayli, mehmon hurmati bor. Sosin bitta. Davay. Ichiga uring, ichiga.